O farzand tarbiyasi degan vaqtda eng avval bizning esimizga onalar keladi. Yani dadlarning eng jiq takrorlaydigan farzand tarbiyasining muhimligini, kimning mas'uliyatining bekrak yüksek ekanligi tilga olgan chog'da kallamizga avval keldigini onalar. Shu onalar yaxshi tarbiyalasa bo'ldi, yaxshi bo'ldi ekan deymiz. Xatomi xato emas. Ammo to'liqmi desa to'liq emas. Yani bir narsaning to'g'ri bo'lish bo'lmasligi, yani mukammal bo'lish bilan munosabat. Endi men buningdan keyingi bir qancha o'tirishlarda shu atalarning farzand tarbiyasi haqida qilishga tegishli ishi, anadagi qilmaslikqa tegishli ishi, qilgan xato ishlari yoki Uyg'ur dadalarida vakrak umumlashgan ba'zi bir bo'lmag'ur pozitsiya va til odatlari deganga o'xshash moddalarni ben bir 6-7-8'lik çeçip sözlemek ama benim ümidim bunda. Başta bu kaideler davasam, bu mellam sözleydiğim bir sorun bu kalmışsın. Ulan muşu mesele. Elki hemimiz benim için, elki hem dadı olan, mançı baldan azıcık bir yaştaki yüzgen, azdır köprü özümüzden açık savaklarıma var, tecrübelerime var adamla. Şunu bu özara söhbet şeklinde. Mesela ben bunda bir meseleye duş geldim. Belki ben bunda bir işte hata yapıyorum. Bunda kırış gerekken. Belki ben ağzımda kıyınçılıkla duş geldim. Kandak kısam bula diyendek. Belki opçu bir söhbet şeklinde bulsa. Ben bunu tekimi menfaatlik, tekimi faydası buluşum diye de oylayayım. Şuna bu timini ben mesela bugün dadının farzand tarbiyasi haqidagi roli degan bir cho'ng bir qalpoqni ostiga kirgizsak, vaqtimiz faqat yetmaydi. Chunki deyilishga tegishli gaplar jiq. Faqat bugun ikkala nuqtani samolarga solaman. Birinchisi, dada balaga beraydigan eng qimmatli narsasi nima? İkincisi, dada balaga beraydigan eng muhim ishlar. Şimdi biz hayatımızda karışsak dadılar. Farzandimiz için, mesela değil, farzandimiz tuyuksuz kisel oldu. Ağır bir kisel. Mesela belki böğürkün almıştır gibi. Çünkü bedendikine ait mühim bir azası almıştır. Şunda vakitte ben açıkçası olduğum hiç kaysı bir dada zörür tepilse hiç kaysı düşmesi üzerine şu böğürkünde bir azasını derhal balıskan almıştır kuruşki razı. Eğer balısı nait pulga ihtiyacı olsa, netçi oldu bütün ilkini balısı için tuluq bəxşəndə qilishqa. Yani kolumuz ilkimizde maddi narsalarımızda biz hiçbir zaman balımızdan zörür tepilgan vaxtda ayırmayız. Yani vakti gelse cenimizde mi pida qilamiz? Mesela yolda ketib atsak tuyuqsuz bir taraftan maşini kep qalgan bolsa, yolun endi balımız bolsa, biz üzümüzü eritip boğazını, balımızı eritip boğazını, balımızı söyleş için kim etkilenmeyiz. Ama hemimiz bir nesili balımızı verir. Ve bunu kısım. O boğazının vaktimiz. Balının en bizge ihtiyaclık nesisi tadının üzülenmeli serip kıtkan azrak vakti. Yani bu jeni biz verir. Biz cenimizli mi, pulumuzlu mu serip kılalaydıgan Muşunda bir fidakar atılıp duruluk, ama ballarımız bilen vakit sarf kılışqa bek bekillik. Çünkü onu bek ihtiyaclık emas dep oylayız. Muşu vakitte belki bir qancha sual kallamızga keladi. Endi tirikchilik ihtiyacı ve başka nurg'un zürriyetli sebebidir. Bazılarımız yiroqda, bazılarımız aldıraş, bazılarımızın hizmeti jiq. Belli bulduğun vaktimiz hakikaten bek az. Undaqçı degan savolga nisbatan javobim shu. Butunlay mumkin. Balla bilan birga bo'lash chuqum fizikalik birga bo'lash emas. Ya'ni jismoniy jihatdan birga bo'lib bersak, birga bo'lash emas. Ma'naviy birlik haqiqiy muhim. Masalan, ba'zi atalar var. Her gün keşke işten kilidi, işini açıdı, özü oturdu. Ya televizyonu açıdı ya ki telefonunu açıdı. O yine
Onun cismi öyde olgan bilen, onun ruhi öyde mi? Bu bola bilen birli buluşunuz. Bala bu xil birli buluşunu istemeyiz. Bu neliki? Balasının hayatıda fizikilik mevcut ama manevi mevcut emas atıladı. Bazı atılar var, üzü sırtta. Ama her günü balasına telefon edip, üzünün o balasının sevginganlıqını, yaxşı görüganlıqını, işirgip köngül bulduğanlıqını sevmegi selişini unutup kalmayın. O da fizikilik mevcut olması mı, balalarının hayatıda manevi mevcut. Şunlaşqa, bu gapni uzartsak, tıxımı, cip noktaları çetiladi. Biz üzümüzün bunun qanday muhimligini, üzümüzün balalıqını eslep baksak, tıxımı roşan his qılalayız. Balalık vaqtimizda bizning esimizda eng qoladigan qandaq eslamelar bor deb o'ylab baqadigan bo'lsak, kichik vaqtimizda agar dadimiz biz bilan bir qatim birga o'ynagan bo'lsa, ma'lum bir o'yinchiqni biz bilan birga yasagan bo'lsa, hatto ma'lum bir ishni biz bilan birga qilgan bo'lsa, biz shu narsalar hozirda esimizda. Ya'ni dadimiz bilan birga bo'lgan vaqtlarimiz bizning hozirda esimizda. Bunun teatrosunu oylasak, yoldan çıkıp ketken balalar deyimiz, yoki sal ahlakida mesele ko'rilgan, tapdan chiqqan balalar, buzilib ketgan bala, ismini qanday atayli, işte bizning beshimizni qattiq g'amga soqqan, ko'nglimizni yerim qilgan balalarni biz balalik vaqtiga qarasak, va shu oiladagi dadasidan erishgan muomalaning salliq jihat o'lchili bo'lgan miqdori qarab baqadigan bo'lsak, mutlaq ko'p qism ahvolda shu xil balalarni onasi bilan emas, dadasi bilan birga bo'lish yoki bo'lgan vaqtini oz ekanligini. O dadalar uyga kelgandan keyinmi balalar bilan muhabbatlik bilamiz. Uyda billa, shu uyda yotadi, shu uyda uxlaydi. Ammo muhabbatlik bilamiz. Balani bir bag'riga besish, quchoqlash, birden sirdişiş, 5-10 minut birle oynaş yeterli emas. Bir balanın atısıdan talep qiladigan vaqti herkesmi onu bilan birga degandan kechgacha o'ynamas. Balası xushallik bilan dadasiga bir narsa ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsa, dada meni yasadim. Dadasining bir muayyanlashtirishini istaydi. Ammo dadasi unga, "Bala meni hozir aldirash heli ko'raychi" degan vaqtda balaga nisbatan bundan ig'ir zarb olmaydi. Çünkü bir balaning hayotida onasi va dadasining maqtishiga, muayyanlashtirishga erishish orzusi boshqa har qanday odam bilan bilning bahosiga erishish orzusidan kuchli bo'ladi. Bu da isim kelgan bo'lsin, bir inglizlar, amerikaliklar ishlagan bir tajribani ko'rdim. Halqi mening bek ta'sirlantiruvchi ko'rinish. 4-5 yaşlık balalarni ayrım ziyaret qiladi. Shu ziyoratda avval cho'nglarni ziyorat qiladi. Balasi bor 30-40 yoshli odamlar. Agar sizga birla fursat berilsa, siz kim bilan birga tamoq yeyishni tanlaysiz deb. Cho'nglarning hammasi men Amerika zonto'g'i bilan, palani basketbolchi bilan, palani naqshchi bilan, palani artist bilan bütün danglik çoğ adamlar bilan tamoq yeyishni xohlaydi. Aşı ata-onalarga balalarning nima deb javob berganligini ko'rsatdi. 7-8 yosh bolalar hammasi 90%. Anam dadam bana. Çünkü hammasının ayda bir ihtiyacı var, qonmaga. Aşılar hammasi şeyde yig'lab turdi. Şuna birinci mesele şu, balalarımızın vaktimizi boşlayız. Yani ikinci kıpırlayacağın en çok işimiz, balalarımızdan aldıda, addi, zağrı tili bilen etsek, yaxşıdan bu yaxşı. Hatta balalarımız üçün la emas, en akalli bir ademilik, İslam talep kılgan bir ahlaki ölçemdeki bir ayolga nisbeten, qo'shnimizga nisbeten bir yaxshi qo'shna, ticaretçi olsak bir samimiy ticaretçi, dostumuz olsa bir sadoqat bilan do'st bulab bilan bersek,
ballarımız hayatida aşında bir dadının obrazını görse, çokum balımızla gap qilishimiz kerak emas, atagandan kechgacha nasihat qilishimiz kerak emas. Masalan deyiladi. Qo'shnimiz bizdan bir narsani yordam talab qilib kirgan bo'lsa, biz o qo'shnimizdan bunda bir ehtiyoj var ekan, chiqa bilan billarni bir kishilik deydigan bir dada. Chunki hamma dadini olim bo'lib ketish ehtimolligi yo'q. Yani yuqori saviyagacha o'qish balki vaqt har xil sabablar tufayli amalga oshmasligi mumkin. Yani bolalarga bir narsa o'rgatay deydigan boshlang'ich to'liqsiz to'liq o'rta maktablarining darsliklari yetakchilik qilinmasligi mumkin. Bu butunlay hayotda bo'ladigan bir ish. Yoki boy emas bo'lishi mumkin, ko'ngildagidek maktablarga kirgizolmaydi. Yani puli yetmaydi. Ammo har bir dadini bolalarning axloqiy va odamiylik jihatdagi eng yaxshi ulgusi bo'lish mumkinchiligi butunlay bor. Bir yaxshi odam bo'lish başka narsa emas. Bir yaxshi odam bo'lib qilish. Telefon olgan vaqtda bolasining yanında. Aman hozir uyda deb rost gap qilish. Men hozir yanılg'a mangdim, men yo'lda deb yolg'on aytmaslik. Aqalli. Etigini dad bolasi, dada kechdi bir narsa ag'ach keldisi, ham aql debga kechdi unutib qolmaslik. Shu va'dasini amalga oshirish. Balaning onasiga ait yaxshi illiq muomala qilish, kuyinish. O'zining ota-onasiga vafodor bir o'g'il bo'lish. O'zining emas, onasining dadasi va onasiga ait kuyimchan bir kuygal bo'lish. Menimcha bala tarbiyalashning eng mohiyatli tarafidir. Chunki bolalarimiz shu narsa har vaqt esimizda bo'lsin. Biz degan so'zdan bekrak biz qilgan ishlarimizga qaraydi va shuni do'raydi. Bizning maqsadlik maqsadsiz bilib bilmay qilgan barliq harakatimiz oilada bolalarning radorining ichida bo'ldi. Bolalar bunga diqqat qildi. Qarab bakinglar. Balaga doim vaqiraydigan, jaqiraydigan uyda shu vaqirash, jaqirash bilan masala hal qilishga odatlangan bir dadining bolasi sizlar kuzatib bakinglar. Agar aksi uyda bir cho'ng o'g'linglar yoki cho'ng qizinglar bor deydi. Anadikin ashu aka yoki ochchining o'zining ukulariga o'xshash masala duch kelgan vaqtda qanday hal qildiganligiga qarab baxsan olamiz. 90% ahvolatida ma ishni qil desam qilmabsiz-ya deb vaqirayotgan bir dadining bolasi ukusqa agar bir ish o'ylashgan bo'lsa dadasi o'xshashlar nima deb bunday qilmading deb vaqiraydi. Bo'lmasa dadasi bolasiga yutib qo'ymaydi uni. Sen ukang bunday qilsa, shunday qilmoqqa bolam demaydi. Hatta eksi deydi. Bunday qilma, ukang qattiq gap qilma, vaqirma deydi. Ammo u bola dadasining ko'ygini nima? Al. Çünkü terbiye şu narsa eson bo'lsin. İnchki halqalar. Nəhayət ulu, quru vəz nəsihətlərdən. Hatta vəz nəsihətlərdən şunda bir çağlı ballı zirikib qat'i anlamaz höyüb gedir. Onda ballarımız etrafımızda var. O bütünlüğü o ballının hatalığı emas. Şu narsa esimizdə. Biz balı tərbiyələş degan vaqtda ata-onalar çoxum esimizdə bo'lsin ki bala tərbiyələş herkes balağa sözləş, balağa nəsihət qilish, balağa gap qilishlar. O prezent tərbiyəsinin belki 20-30%'ni təşkil qilish. Qalan mutlaq köp qismi qo'ldan yetileş. Balağa öz hareketimiz arqali qanda odam bo'lishni o'rgatish va buning birinchi o'qituvchisi anadanmi bekrakdir. Yine ben azroq so'zlikni deb turib az so'zlamay qoldim. Shunga yana xulosali o'tay. Balamizning bizga eng ehtiyojli narsa bizning vaqtimiz. Bizning vaqtimiz balalarimizni gardimiz kelib birdan o'ynatish, birdan bazoylantirib akirish, ular bilan birdan billa bo'lash. Balalarimiz eng ehtiyojli bir ish. Balalarning ehtiyojli ish degan narsa bunday narsaga o'xshaydi. Bu xuddi üzümlük yaxşı ayınışı üçün quyosh nuriga ehtiyojli, o'g'itga ehtiyojli, suvga ehtiyojli degan gap bilan o'xshash. Ya'ni ehtiyojli narsaga yetarli miqdorda erishilmagan vaqtda u o'sadigan narsa sog'lom o'smaydi. Xuddi shunga o'xshash bala
ehtiyojliq mehr muhabbatga erishishga tegishli manbalardan yetarli erishilmagan vaqtda u bolalarni ma'naviy hatto jismoniy jihatda sog'lom o'sadi. Ikkinchisi bizning ulgu bo'lishimiz. Birinchi demakchi o'g'lim shu. Bir deydigan ishimiz deganda bir narsa birish, setib birish, yaxshi maktabga birish, yaxshi ustoz bo'lish, kollejga birish degan gapimiz. O'zimiz bolaning hayotida bir yaxshi bir ulgu bo'lish, yaxshi bir odam bo'lish, yaxshi dada bo'lish, yaxshi er bo'lish, yaxshi qo'shni bo'lish, yaxshi do'st, yaxshi tijoratchi bo'lish. Siz yaxshi odam bo'lsak, shu bolamizmi bizga qaraydi va do'raydi. Chunki bola ota-onaning soyasi, mana shunday o'qishdi. Biz o'zimiz egri turib, soyaning rus bo'lishini umid qilsak, bu qonuniyatga uyg'un bir xiyol emas. Avval o'zimizni ruslaymiz, andan keyin bizning soyamiz ruslaydi.